Uyg'urning mavjudligi vatanimizning mavjudligi. Abduri G'ayrat Ahad Erantog. Bärimizge ma'lum 1944 yili 11 ayning 12 kuni Sharqi Turkiston davlati qurildi. Biroq 1945 yili 2 ayning 9 kunidan 11 kuniga qadar Qrimning Yalta oralida 2 Dunyo urushida g'alaba qilgan davlatlarning boshliqlari yig'ini ichildi. İkinci Dünya urushidan keyin yangi dunyo qurish strategiyasi ma'qullanib, g'alaba qilgan davlatlarning nishonga olgan o'lchilari muvaffaqiyatli bo'lindi. Urus vatanimizni Xitoyga o'z manfaatining shartlariga asosan biroqla o'tkazib berdi. Şunun bilan Sharqi Turkiston hukumati qurilib 90 kun oralig'ida Xitoy va Urus hukumatlari qog'oz yuzidagi barliq hujjatlarda Sharqi Turkiston ismi xalq vakili degan ismga o'zgardi. Matbuotlarda xalq vakillari degan ism yozilishga boshladi. Bizning Gomindan hukumati bilan 11 petim ustida Sharqi Turkiston hukumati nomi bilan berib, xalq vakili bo'lib qilishimizga yana shu adolatsiz Yalta yig'inining ta'siri sabab bo'ldi. Bu hech qachon tasodifiy bir ish emas. Sharqi Turkiston degan bu ismning Yalta yig'inida siyosiy ham jug'rafiyalik sahnadan biroqla o'chirilishi g'oliblarning g'alabasi edi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin yangi dunyo qurish strategiyasi vatanimiz va O'rta Osiyodagi Uyg'ur xalqining beshiga kelgan bir ofat edi. Bu haqiqatni bilib turibmi, yanala bilmasga soldik. Sharqi Turkiston hukumatining tarixiy xatolik va mag'lubiyatini o'zimizning fidokor rahbarlarimizdan izladik. Ular hech qachon xato yo'l tanlamagan. G'oliblar Yalta yig'inida yo'limizni kesdi. Biz xoin, sotqun deb ularning obrazini xunuklashtirishga doim tayyor turdik. Ular xoin, sotqun emas. Stalin xoinlik qilib, Xitoy kommunistlari va o'zining manfaati uchun Uyg'urlarni qurbonlik qildi. Yalta yig'inidan keyin har qanday bir davlat ommaviy tashkilotlarni hisobga olmaganda, hozirgacha mayli Gomindan hukumati yoki Gongchandang hukumati bilan to'liq diplomatik munosabati bor davlatlar vatanimizni Sharqi Turkiston nomi bilan diplomatik so'rinlarda atab ko'rgani yo'q va atalmadi. 1949 yili vatanimizni Qizil Xitoy imperiyasi to'liq ishg'ol qilgandan keyin bu kalima barliq siyosiy ommaviy so'rinlarda salbiy turda ig'izga ilindiki, ijobiy turda ig'izga ilish qattiq cheklandi. Mushu yaqindan beri inqilobiy da'vo sepimizga bir to'p yoshlar Uyg'ur mustaqillik bayrog'ini ko'tarib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2007 yili Uyg'ur xalqini indigenous people kategoriyasiga kirgizib qo'yish xatoligiga qarshi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan sezgur shiorlar bilan uchuq maydonga chiqdi. Shundaqla oz vaqt ichida 10 mingdan oshiq imzo to'plab ulgurdi. Ulardagi isyonkorlik ruh, qisoskorlik jasorat va fidokorlik kuch odamni qoyil qiladi. Ham shu qatorda ularning tuzatmasa bo'lmaydigan nurg'un xalqiliq xato fikrlarining mavjudligini sezdik. Men oldi bilan Dilyar Musabayning ekranda ko'rinib turli mavzulardagi leksiyalardan sirt, uning ishg'oliyatdan keyingi 73 yillik kurash tariximizni va Uyg'ur millatining mavjudligini inkor qilishidan so'z boshlayman. İşğaliyatdan keyin 50-ci yillarning beshida Abdurahim Aysa rahbarligidagi Uyg'ur kimligi bilan o'tirg'i chiqqan Uyg'uriston Cumhuriyeti Xitoy tajovuzchilar tarafidan cheklanibla qolmay, oxiri atalmish yerlik millatchilarga qarshi harakat davomida mashhur siyosiy arbob
Abdurim Aysaning sirliq o'limi bilan millatning sınaqlardan o'tgan sarxillari ig'ir ziyonkashlik uchirdi. Biroq kurashchan xalqimiz o'zining azaldan bu zaminning egisi bir chimchiq tuproqmu bir tüp giyamu büyük Uyg'ur millatiga tava ekanligini bir minutmu esidan chiqargani yo'q. İşğaliyyatdagi 73 yil Uyg'ur uchun zulmat yil, musibat yil, kurashchan yil bo'ldi. Xalqimiz 73 yildan beri vatan ichi sirtida Xitoy ishg'oliyatchilaridan qutulish uchun ilib borgan mustaqillik kurashida to'kilgan qon Uyg'urning qini. Nahaq o'ldirilganlar yana Uyg'urlar bo'ldi. Xitoy bizni to'liq ishg'ol qilgan keyingi yillarda vatanimizda yurgizgan turli siyosiy harakatlarda vatanimizda yashaydigan hiliqi siz degan Sharqi Turkistonlik millat bizning mustaqillik kurashimizga salgan foydasidan ziyni ko'p bo'ldi. Biroq biz Uyg'urlar mustaqillik kurashni bir minutmu to'xtatmadik. Bu 73 yillik şanlıq kurashning tarixiy xatolig'i biz Uyg'urlarga mansub. Chunki tarixdagi xatolik shu davrning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy atmosfera bisimining mas'uli. Hech qanday tashkilot va bir shaxsdan ko'rishga mutlaq bo'lmaydi. Millatimizning Xitoy ishg'oliyatchilariga qarshi erkinlik, mustaqillik uchun qilayotgan jangovar ro'yining g'albisi yanala zamin egisi bo'lgan Uyg'urlarning to'lagan badaliga mansub. 73 yillik kurash sharafli, shonli kurash. Chunki biz Uyg'ur degan bir bayroqning ostiga yig'ildik. Mustaqillik yo'limizdan taymadik, millatimizdan qonmadik. Biz tartqan jismoniy, ruhoniy va ijtimoiy azoblarning badaliga dunyo Xitoyning razilligini, mudhamligini tunidi. Uyg'urlarga qilayotgan turli zulmlarning irqiy qirg'inchilik ekanligiga chek qo'ydi. BDTning xavfsizlik kengashidagi 5 davlat shikkiga qarshi 3 bo'lib, Uyg'urlarni qo'llash nisbati ustun o'rinda turibdi. Buningdan Xitoy qattiq ansirab, vatanimizda xalqaro yolg'on tashviqot faoliyatlarini yurgizyapti. Biz ichimizdan dushman izlash bilan jiddiy urush tayyorligida turyapmiz. Almisaqdan beri büyük Uyg'ur millatining jahonni titratgan davlatlarni qurib, odamzodga o'chmas to'kib qo'shgan büyük bir millat ekanligini diyormi biladi deb o'ylayman. Chunki shundaq bir Uyg'ur oilasida tug'ilib tarbiyalanganligini o'zimi inkor qilmaydi. Siz Uyg'ur millatining o'rniga Sharqi Turkiston millati nomini qo'yish ideyasini ko'tardingiz. Millatni o'zgartirish uchun sizga qanday sabablar turtki bo'ldi? Bu sizning ideyangizmi yoki xo'jayiningizningmi? Uyg'ur millatining mavjudligi kimlarga taqashdi? Uyg'ur degan ismning yo'qilishiga kimlar tashna bo'lyapti? Uyg'ur millatini Sharqi Turkiston millatiga o'zgartirish orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qonunini yo'qotish maqsadimi? Buni Xitoy kommunistlarining Junxo millatini barpo qilishdek assimilyatsiya siyosatiga do'st tortish deyishga bo'lamdi? Yoki sizning Sharqi Turkiston millat ideyangizni Xitoyning Junxo millat ideyasining homildori deyishga bo'lamdi? Sizga millatni o'zgartishdek xatarlik ideyani tap tatmasdan uchuqdan uchuq so'zlashga qanday kuch sabab bo'layotdi? Bu sizning qo'lingizdan keladigan ishmi? Siz mushu xatarlik ideyani ekranda so'zlashning oldida 35 million xalqimizning hissiyoti bilan hisoblashdingizmi? Har qanday bir aql egisi labzidan chiqqan so'zning hudisidan chiqish lozim. Biroq siz chiqolmaysiz, mangu chiqolmaysiz. Bu sizning tabiatingiz emas.
Sizning bir qism so'z iboralaringizni kuzatganda Xitoyning iboralariga tankash simfoniyalik ritm ko'rinyotidi. Shundaqdimi sizda Xitoydan xo'jayini bor deb o'ylamayman. Biroq bir oz ansirash borligini yushirmayman. Siz bir yana bir qancha millat birlashib davlat qursa, ulus bo'ludi degandek ibtidoiy jamiyatdimi pishmagan koni yarni tatlab chiqdingiz. U Aysa Begning davrida Junxua Mingu millatining vatanimizda Uyg'ur millatini yo'qotish planining dastlabki nusxasi bo'lgan edi. Şunlaşqa Aysa Begning gazet jurnallarining beshida biz uluschi deb yozib qo'yatdi. Qarindishim, millat nomini üstel ustida yoki chashqida choy ichib o'tiribla qo'ydigan nom emas. Siz Uyg'ur millati bilan o'ynashmang. Millat sizlarning o'yinchiqlar emas. Uyg'ur millati vatanda Xitoydan xo'rliq ko'rib, nasli qirilib tugayotidi. Chet elda sizlar bilib bilmay Sharqiy Turkiston millatini qo'l bilan sunniy yasashga jamoat fikri to'plab yo'qotmoqchi bo'layotsizlar. Uyg'ur millatining zimin egisi ekanligini va mavjudligini inkor qilyapsizlar. Ziminimizga sherik chaqiryapsizlar. Sizlar zodi kimlarga o'xshab ketyapsizlar? Hozirgi vaqtda vatanimizda yuz berayotgan Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va chet eldagi Uyg'urlar o'rtasidagi o'zaro inkor qilish, tillashish, dushmanlashish girdoviga yetishdek kaskin media urushini xalq harakati deb tashviq qilyapsizlar. Bu zodi qanday xalqning harakati? Xalqimiz oq bilan qorni farq qila oladigan sezgur xalq. Sizlar boshlagan madaniyat inqilobining tugumas majralaridan ozroq bo'lsa-mu, Uyg'ur ro'yi bor Uyg'urlar qattiq ansirayotidi. Siz mana mushundaq keskin vaqtda Amerika va G'arb ellarining Uyg'urlar to'g'risida chiqargan qonun loyihalariga bir ig'iz minnatdorligingizni ifodalab, medialarda Xitoyga qarshi bir ikki kalima so'z qilib baqdingizmi? Yo'q. Uning aksicha shu ellardan norozi bo'lib, ular bu qonunni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi emas, Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchiligi deb chiqarishi kerak edi deb Uyg'ur nomi bilan chiqqan qonun loyihalariga qattiq noroziligingizni oshkorladingiz. Siz shu haqiqatni bilishingiz kerakki, Amerika va G'arb ellari Uyg'ur nomi bilan qonun chiqargan ekan, demak, Uyg'ur nomi bilan qurilgan partiya, tashkilot va Uyg'ur davosini qilayotgan barliq Uyg'urlarning orqasida Uyg'urlarni qo'llaydigan shu kuchli davlatlar bor deganlikdir. Siz o'zingiz boshlagan ishlarning orqasida bo'ling. Uningdan minnatdormiz. Dindan jiroq tashkilot qursangiz, Uyg'urlar qo'llamasligi mumkin. Biroq tashabbus qilgan Sharqiy Turkiston millatining qo'llashiga ega bo'lsizlar. Sizga oq yo'l. Biroq Uyg'ur nomini o'zgartirish siz emas, sizning xo'jayiningizning qo'lidan kelmaydi. Jahon Uyg'ur deb cho'qan silyotidi. İşğaliyatdagi 73 yillik shonliq inqilobimizni inkor qiladigan siz hech kim emas. Siz faqat Dilyar Musabay xolos. 2022 yili 17 fevral İstanbul.